Assalomu alaykum. Hamza Uz kanali obunachilari. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 14-aprel 2026-yil. Biz Hamza shaharchasidan videorolik tayyorlayapmiz. Dilshod akamiz xonadonlardan. Xo'p, 8 ta qo'yimiz bor ekan jami. Bunisi toza arashan ekan. Sori. Toza sori ekan. Sotilar ekan. Mana unisi bo'g'oz ekan. Bunisi qo'chqari. Mana 80 kilodan veslari bor ekan. Plus minus. Aloqaga chiqarasizlar 14 million so'm xayrisi bor. Ozgina kami bor. Telefon qilaverasizlar. Srazi aloqaga chiqinglar. Srazi. Mana qo'ylarimiz sotiladi. 14 million so'm. Srazi aloqaga chiqinglar, sotiladi. Hamza shaharchasida turibdi. Mana ikkisida tug'ar ekan, julli. Mana 6 million. Bular ham 6 milliondan hech kami bor. Mana bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'ziga kelgan bo'lsa, qo'zi 3,5 milliondan kami bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Dehqon akalarimiz qo'y oqtarib yurgan bo'lsalaring, aloqaga chiqaverasizlar. Hamza shaharchasiga. Mana sog'lomliklar hamma yo'g'i joyida, yeb-ichishlari zo'r. Xo'p, sog' bo'la, salomat bo'la, ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar.